Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding harakatga hicrat qilding tog' eshik. İbn Hisham rivoyat qilib mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Hadrat Aslami radhiyallohu anhu bilan ikki sahobini Madinaning atrofidagi askariy mashq qildigan mushriklarning cho'ng gazarmasiga avatdi. Ular Madinaga tuyuqsiz hujum qilmoqchi edi. Abu Hadrat Aslami radhiyallohu anhu mushriklarning katavashlarini o'ltirishga muvaffaq bo'ldi. Alloh taolo mushriklarning askarlarini mag'lub qildi. Abu Hadrat Aslami radhiyallohu anhu mushriklardan nurg'unlagan g'animatlarga erishdi. Qadisiya jangi Iroqdagi shiddatli janglardan biri edi. Bu jangda musulmonlarning soni 7 mingdan ko'proq bo'lib, ularga Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu qo'mondon edi. Kafirlar bo'lsa 40 mingdan ko'proq bo'lib, ularga Farislarning cho'ngi Rustam qo'mondonlik qilgan edi. Tartushi o'zining kitobida mundaq bir voqeani zikr qildi. Amir ibn Ma'ti Karib Qadisiya kuni daryoga tushib, o'z hamrohlariga "Men ko'rikning u tarafiga o'taman. Agar sizlar bir to'gi so'yg'uchilik vaqtda yetib borsanglar, qo'limda qilich tutgan holatda toki ular meni o'ltirguncha ular bilan urushayotganimni ko'rsizlar. Agar kechikib qolsanglar, meni ularning orasida o'ltirilgan holatimda topsizlar" dedi. Ondan u ko'rikdan o'tib, Farislarga hujum qilib, bo'sib kirib ketdi. Musulmonlar bir-biriga "Ey Bani Zubayt, nima uchun uni mayliga qo'yib berdinglar? Alloh bilan qasamki, sizlar uni endi hayot oldida topolmaysizlar" deyishdi. Ondan musulmonlarmi hujum qilib, uning qishig'i yetib borganda, u etidan yiqilgan bo'lib, ajamlardan birining etining ikki putini mahkam tutib olgan edi. Otliq ajam etini mangdirish uchun urib boqqan bo'lsa-mu, u bek mahkam tutib olg'ashqa eti harakat qilmay yotadi. Musulmonlar yetib kelganda, Farislar u yerdan tarqab ketishdi. Ot egisimi qochib ketdi. Ondan Amir ibn Ma'ti Karib u otqa mendida musulmonlarga "Men Abu Savrman. Alloh bilan qasamki, sizlar mendan ayrilib qolg'ili tas qoldinglar" dedi. Tartushi mazkur kitobida yana mundaq bayon qildi. Tariq ibn Ziyod Andalusga 1700 kishi bilan kirgan bo'lib, bu yerning podshohi Lazriqning noibi Tazfir edi. Ispanlar 3 kun urushibmi musulmonlarga tang kelolmadi. Shuning bilan Tazfir Lazriqqa mundaq xat yozdi. "Bizga shundaq bir turkum kishilar keldiki, ular osmondan tushdimi yoki yerdan o'ndimi bilmadim. Biz ular bilan shuncha urushgan bo'lsaqmi, lekin hech kuchimiz yetmadi. Shunga sening kelishingni to'g'ri topdik." Lazriq 90 ming kishilik otliq qo'shin bilan kelib, musulmonlar bilan 3 kun jang qildi. Bu qitimliq jang musulmonlar uchun qattiq bir sinov bo'lgan edi. Tariq musulmonlarga xitob qilib, "Sizlarga Allohdan boshqa panoh berguchi yo'qdir. Jasorat bilan jang qilishdan boshqa qutulish yo'limiz qolmadi. Sizlar hozir ularning zaminining o'ttirsida. Orqanglardan bo'lsa dengiz qurshab turibdi. Yana qayerga bora olaysizlar? Bizning oldimizda g'alaba qozonish yoki o'limdan boshqa yo'l yo'q. Men hozir ularning botil ilohiy Lazriqqa hujum qilaman. Men hujumga otlangan hamon sizlarmi ularga qarshi hujumga o'tinglar" dedi. Musulmonlar shunda qildi. Tariq Lazriqni o'ltirdi. Ispan askarlaridan nurg'un kishilar o'ltirildi. Alloh kofirlarni mag'lub qildi. Musulmonlar ularni 3 kungacha terib-perang qilib etdi. Musulmonlardan faqat ozg'ini kishilarla shahid bo'ldi. Mulazkor jangi oz sonliq musulmonlar ko'p sonliq mushriklarning ichiga bosib kirgan janglarning qatoridan bo'lib, islom tarixshunoslaridan Tartushi o'zining kitobida bu haqda mundaq bayon qilgan. Mulazkor jangida musulmonlarning qo'mondoni Olib Arslan bo'lib, u Rum podshohiga qarshi jang qildi. Rum podshohi bu jangga alohida tayyorlik ko'rgan bo'lib, tasvirligusiz darajada qurolliq 600 mingdan ortiq Rum qo'shini chiqqan edi. Rumliklar o'zining g'alaba qildiganligiga shunchalik darajada ishongan ediki, hatto musulmonlarning diyorlari va rayonlarini o'zaro taqsim qilib, o'zining har bir mansabdorlariga har qaysi viloyatlarni bo'lib berdiganligiga kelishib bo'lgan edi. Podshoh Olib Arslan Turki Iroq va ajamlarning sultoni edi. U Rumliklarning kuchli qo'shin bo'lib to'planganligini anglagandan keyin o'z shahar aholisini maslahatlashish uchun yig'di. Ular ishni
Olib Arslanga topshirib, "Sen nima desang, shuningga qo'shilamiz. Ammo ularning qo'shini bek kuchlikkan. Tang kelgil bo'larmi?" degan edi. U, "Undaqda qechib nega borsizlar? O'limdan boshqa yo'l qolmadi. İzzat bilan o'lish sizlar uchun eng yaxshidir", dedi. Va 20 ming atrofidagi jangga tayyor mujohidlarni to'plab, Rumliklar bilan urushishga yaqin joyga qarorgoh tikildi. Ikki taraf saf tortganda buni ko'rgan kishining aqldan ketib qolishi ham hayron qilarlik emas edi. Chunki musulmonlarning soni Rumliklarga nisbatan xuddi qora o'kuzdagi oq tukka o'xshash turadi. Olib Arslan, "Men ular bilan kun qayrilgandan keyin juma xutbasi vaqtida jang qilishni to'g'ri topdim", dedi. Ko'pchilik nima uchun deb so'ragan edi. U, "Chunki bu vaqtda zamin yuzidagi barliq munbarlar bizning g'alaba qilishimizga duo qildi", dedi. Kun qayrilib, peshin namoz vaqti bo'lganda u askarlarga har bir kishi o'z hamrohlari bilan vidolashib olsin va vasiyatlarni qoldirib olsin. Men Rumga qarshi urush qilishga keskin iroda keldim. Sizlarmi men bilan hujumga o'tinglar, dedi. Rum qo'shinlari 20 qator bo'lib tizildi. Ularning sonining ko'pligidan hatto sapning chetini ko'rgili bo'lmaydi. Olib Arslan askarlarining oldiga chiqdi va mujohidlar Rumga qarshi biroqli umumyuzlik hujumga o'tdi. Ularning hujumi shunchalik ushtuntut bo'ldiki, Rum qo'shinlarining saflarini yerib, hatto Rum podshohining qarorgohigacha yetib bordi. Rum podshohi musulmonlarning bu yergacha yetib keladiganligini hatto xiyoliga keltirmagan edi. Musulmonlar qarorgohga hujum qilib, uning atrofidagi qo'riqchilarni o'ldirdi hamda ularning birining beshini kesib, nayziga sanjib, egiz ko'tarib, "Podshoh o'ldirildi" deb to'ldi. Rum qo'shinlari buni anglab, o'zining mag'lub bo'lganligini bilib, oldi-keyniga qaramay qochishga boshladi. Alloh taolo bu qitimliq jangda musulmonlarga katta g'alaba ato qildi. Qilish Rum askarlari ichida bir necha kun hukm surdi. Musulmonlar Rumliklardan nurg'unlarni o'ldirib, qolganlarni asirga oldi. Rum podshohi bo'yniga arg'amchi silingan holatda Olib Arslanning qishig'i ilib kelindi. Olib Arslan uningga, "Agar sen mening ustimdan g'alaba qilgan bo'lsang, qanday qilgan bo'larding?" degan edi. U chaqda "Seni o'ltirishimdan shaklanarmiding?" dedi. Arslan, "Sen mening o'ltirishimga arzimaysan", dedi va askarlariga, "Uni setib etinglar", dedi. Ular uning bo'yniga arg'amchi silingan holatda askarlar ichida aylantirib yurdi. Hatto uningga bir necha dirham baho qo'yilgan bo'lsa-mu, musulmonlar uning bir necha dirhamga yarmaydiganligini bilib, hech kim setib olmadi. Oxirida mujohidlardan biraylan, "Agar sizlar uni bu itga tegishsanglar, uni setib olay", dedi. Ular uni va itni Olib Arslanning qishig'iga ilib keldi va bo'lgan ishlarni uningga xabar qilib, uni setib olishga hech kim chiqmadi. Faqat biraylan uni bir itga setib olganligini aytdi, degan edi. Olib Arslan, "Itmi uningdan yaxshiroq, chunki itdan foydalangan bo'ldi. Lekin uning nima foydasi tegadi?" dedi. Shuning bilan Olib Arslan Rum podshohini qo'yib etishni buyurib, uni o'z yeriga yetkazib qo'yishga bir kishini tayinladi. U yetib borganda Rumliklar uning amalini ilib tashlab, o'rniga boshqa podshoh tayinlashdi.